Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Mana bugun bir videorolik tayyorlab chiqarmoqchiman. Ya'ni birgalashib ko'ramiz. Ya'ni bitta ilova haqida. Mana bu ilovaning nomi Roaster AR. Ya'ni tangalari bor ilovani. O'sha tangalarni minimalga yetkazgandan keyin kripto hisobida hamyonga chiqarib olsa bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingizdek mana o'zi ham reklama qilib qo'yibdi. Hozir ko'rib xullas gapni ko'paytmasdan videorolikni boshlaymiz. Ya'ni ilovaning ichiga kirib boshlaymiz. Mana ilovaga kirganimizda birinchi boshida mana shu Google Chrome orqali ro'yxatdan o'tamiz. Mana men oldin ro'yxatdan o'tgan hisobiga meni nima deydi? Ilovaning ichida o'zini tangalari bor. Men avvaldan kirib tekshirib ko'rganman. Mana do'stlar, kirganimizda xuddi shunday oyna paydo bo'ladi. X bosib chiqib ketamiz. OK deb bossak ham bo'ladi. Bu yerda mana sariq doskalisiga kiramiz birinchi o'rinda. Sariq doskani ichiga kirganimizda xuddi shunday oyna ochiladi. Kundalik doskar sovg'alar debdi. Bu yerda biz vazifalarni bajarishimiz kerak. Serverga qo'shiling 50 ta kredit berar ekan. Kunlik kirish bir kunda bir marta tanga mana menga 32 ta tanga podarka qildi. Bir kunda bir kunlik sovg'asi masalan. Mana bu YouTube ga kiramiz. Hozir men ham hozir birinchi marta bu vazifalarni bajaryapman. Obuna bo'lamiz. Hamma kanallariga obuna bo'lib qo'ysalaringiz har biriga qanchadir miqdorda tanga beradi. Mana bu kunligi bor, mana bosaman. 10 ta kredit berdi. Bu yerdan chiqamiz. Eng menga ma'qul tarafi radio tinglaganim uchun ham tanga yig'a olaman. Men radiomiz ham o'zimizning o'zbekcha radiolar. Mana do'stlar. Alo FM. Bunda eng qiziq joyi mana bu yozib qo'yibdi. Har 20 sekundda bitta kredit, ya'ni bitta tanga beraman degan. 20 sekundda minimalga 50 ta tanga bo'lgandan keyin mana bu joy pauza yozilgan joyi. Mana hozir ko'rsatay. Mana bu joy. O'sha pauza degan joyga minimalkaga yetib kelgandan keyin 50 ta tangaga yetib kelgandan keyin bir bosib qo'yish kerak. Tanga hamyonga tushish uchun. Keyin yana boshqatdan boshqa kanallarga masalan mana bu kimdir namoz eshitgisi keladi mana. Kimdir ma'ruza eshitgisi kelishi mumkin. Umar radhiyallohu anhu kelib, uni menga olib chiqinglar der edi. Biz unga Zamzam suvidan quyib Umarga tutar edik. Mana bu xullas mana bu o'zimizning o'zbekcha radiolar. O'zimizning o'zbekcha radiolar mana bu joyda tinglaysiz, mana bu joyga ketyapti mana vaqt. Tepada. Mana joyda vaqt ketyapti mana. O'sha 15-16 vaqt ketyapti. O'sha yig'ilib minimalga 50 ta tanga bo'lgandan keyin boyagi ko'rsatgan pauzani ustiga bosasiz, tanga hamyonga tushadi. Undan keyin yana hozir mana shu kanalni eshitib turgan bo'lsangiz, mana oriyatonaga bir bosib qo'yasiz. Keyin yana boshqatdan tanga yig'ishni boshlab ketaveradi. Avstraliya jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Musobaqa Osiyo chempionini aniqlash bilan bir qatorda 2026 jahon chempionatiga radiolar. O'zbegim taronasi. Xullas, kimdir musiqa eshitgisi keladi. Bu yerdan chiqamiz.
Agar shu radioni oynasidan chiqib ketsangiz, musiqalar ham radio eshitganingiz boya tangalaringiz ham kuyib ketishi mumkin. Minimalkaga yetmasdan turib chiqib ketsangiz agar. Yana nimalarni ko'rsatish mumkin? Bu yerda buni bossak, mana bu joyda tez va yuqori to'lov tariflari, mana xohlagan bittasiga kirib ko'ramiz. Xolos, mana do'stlar, bu joyda o'yin o'ynaganimiz uchun ya'ni o'zining shartlari bor. O'sha shartlarni bu kimdir masalan buni bu joyga yozib qo'yibdi shu vazifalarni. Kimgadir ma'qul bo'lishi mumkin, kimgadir ma'qul emas. Menga masalan bu vazifalarni bajarmasam ham menga bu tarafdagi boshqa vazifalar ham yetib ortadi. Bundan ham chiqib ketamiz. Mana bu referalniy programma. Bu do'stlaringizni taklif qilsangiz, sizga qanchadir miqdorda o'sha silka orqali sizga tanga berishi mumkin. Ya'ni beradi, qanchadir miqdorda tanga beradi. Endi Gaming arenasiga kiramiz do'stlar. Bu joyga. Mana bu o'yinlarni o'ynasak ham bizga tanga beradi. Qanchadir miqdorda. Mana do'stlar. Mana hozir buni o'ynab ko'ramiz. 2 sekundda mana yozib qo'yibdi mana bu joyga. Ko'rsatay hozir. Mana bu joyga yozgan mana. 2 sekund o'ynasak 20 kredit beradi ekan do'stlar. Hozir o'yinga kirib ko'ramiz. Menga yoqqan taraf reklamalar juda ham kam. O'shani hisobiga ham yoqadi menga. Hozir biz o'zimizda ham O'zbekistonda juda ko'p odamlarda Visa karta bor. Visa karta orqali to'lov qilsa ham bo'ladi. Yiqqanda masalan $1 yiqasizmi yo bo'lmasa $2 yig'asizmi? Yoki Binance orqali bemalol tushirib olsa bo'ladi. Binance hozir 100% O'zbekistonda qonuniy. Qaydana. Bu joydan ham chiqamiz. Mana ikkinchisi oxirgi oynamiz sababi ochilmaydi. Chunki level 2 bo'lishi kerak. Hozir mendagi levelim 1. Xolos, mana bu kimdir o'yin o'ynagisi kelsa, Gaming arenaga kirib xohlagan o'yinni o'ynaydi. Mana bu sekundiga qaraydi. Kirgandan keyin o'zi kimdir bu o'yinda, kimdir u o'yinda, kimdir mana bu o'yinda o'ynashi mumkin. O'yin juda ko'p emas, lekin o'ziga yarasha bo'ladi. Mana hozir zombi o'yinini o'ynab ko'ramiz agar
Mana 240 sekund o'ynasak 24 kredit beradi ekan. Kirib o'ynab ko'ramiz. Xuddi shunday qilib o'yinlar o'ynab, kimdir o'ynaydi, boyagi aytganimdek, kimdir qo'shiq tinglaydi. Mana bu kreditni olish mumkin. Mana 24 kredit oldim men o'zi. Hammaga tavsiya qilaman. O'sha ilovaga kirib, xohlagan odam qo'shiq tinglasin, xohlagan odam ma'ruza tinglasin. Faqatcha minimalkasiga yetgan payti 50 tangani olish uchun tepaga chiqib qo'shiq tinglagan payti bir bosib qo'ysa bo'ldi. Vazifalari shu. Mana bu tangani ko'rib turibsizlar, mana tepada. Hozir mana bu tanga ko'ryapsizlar, mana bu joyga ko'rsatib qo'yibdi, mana 30 sent. Mana bu o'zi kirgan paytimiz bonus beradi. Buni bilmadim nima uchunligini. Men silkasini videorolik ostiga hamda kommentariyaga tashlab qo'yaman. Ya'ni men tashlagan silkam orqali agar kirsalaringiz o'yinga menga ham qanchadir miqdorda bonus sifatida tanga beradi. Albatta sizlarga ham qanchadir miqdorda bonus sifatida tanga beradi do'stlar. Eng muhim joyiga keldik. Mana bu pul to'laydigan joyi. Mana PayPal'da 10.000 krediti 75 sent bo'lar ekan. Bizda albatta PayPal ishlamaydi. O'shaning uchun grif kartga kirsak mana hozir mana bu joyda mana ko'rsatib qo'yibdi. Grif kart. Mana bu Visa kart. $2 ekan minimalkasi Visa kartga tashlashdi. O'zbekistonda juda ko'p odamda Visa karta ishlaydi. Agar bo'lmasa kriptovalyutalarga bemalol $1.53 tashlash mumkin ekan. Albatta Binance yoniga tashlayman. Do'stlar, bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Kamchiliklari, xatolari bo'lsa, do'stlar, sizlardan uzr so'rab qolaman. Chunki anchadan buyon videorolik chiqarganim yo'q. Hayajondaman. Xato kamchiliklari bo'lishi mumkin. Men o'sha ilovani silkasini videorolik ostiga hamda kommentariyaga tashlab qo'yaman. Albatta shu men tashlagan silka orqali ro'yxatdan o'tasizlar degan umiddaman. Ro'yxatdan o'tsalaringiz agar menga ham sizga ham foydasi tegadi do'stlar.